Ay, talab bo'pti-yu. Barcha salom alaykum sizlar bilan. Shaqajon sizni mana men yangi qishloqqa ko'chib qoldim. Aytgancha ertalab obedda uxlagan edim. Rasmen yangi qishlog'imga ko'chib keldim. Ya'ni bu yangi qishlog'im yangi qishlog'imda nimadirlar bo'lyapti, hozir uxlay. Mana ertalab ham bo'ldi, svet endi o'chirsa ham bo'ladi. Va mana qishlog'im. Yangi qishloq. Qanday chiqamiz? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Hoy, Jitil. Nima deysan? Hey, mana bu meni uyimga ataylab senlar shunday qildingmi yoki bu ahmoq, qanday biz qilishimiz mumkin? Bu uying o'zi turbani oldiga qo'yibsan, portlab ketdi. Nima? Buni hozir qanday qilishadi? Qanday qiladi? Hech kim buni tuzatolmayapti. Sen urinib ko'rsang bo'ladi. Sen birinchi kelganingda mexaniklarga o'qiganman devding-ku. Bilmadim. Mayli, tuzatib ko'raman faqat uyim uchun. Voy. Endi birinchi kunda shuncha muammo-yu. Hop, masalani berasan. Qarama sandiqni ochsang, hamma narsalar o'shda. Bemalol olib tuzataver. Iltimos, senga agar ko'proq maosh to'lashimiz mumkin. Mayli, o'zi teyda jitillar bor ekan. Bular nimaga? Erkak kiyimlarimi? Erkak kiyimlari xolos bitta bo'ladi, o'sha ham bo'lsa bosh kiyim. Bismillahirrohmanirrohim deb chiqamiz do'stlar. Orasini turba buzilib ketdi. Endi chiqishga. Opa, bu chiqish kerak. Aytgancha Jitil. Nima deysan? Las burada yana ikkita turba 3 maytgacha 3 ta turba totish kerak. Bo'lmasa hozir sen uyga kirib dam olib tur, men jichatirib kelaman. O'shanda birga qarinlashaversam ham bo'ladi, chunki narsalar uncha kam emasda, kam desa bo'ladi-da, xullas adashib ketdim. Mayli. Narsalarni sandiqqa solib qo'yapman. 64 quvur borish kamlashga. Mayli, bu o'zini muammosi. Biz ketdik, dam olib turamiz sizlar. Ular kuzatsin, rejani menga o'qib berishadi. Voy. Men survivaldaman. Turganmasalaring men survivaldamas edim-ku. Hay yaraman Jitil. Hoy, Jitil. Voy, buyoqqa sen. Nega meni survivalga o'tqizding? Kreativ dedim-ku. Bu qishloqda hamma survivalga yurish kerak. Atanglar shunday qildilar. Bo'lmasa seni jarimaga tortishardi. Tenursin. Rostdan jarimaga tortishadimi? Ha, aytdan bilib qoldim ko'laganingdan. Agar seni jarimaga tortishni xohlasang edi, men bo'lur kreativini beraman. Faqat bu 1 millionta izvrut bo'ladi. Hay. Mayli, Jitil. Lekin baribir kreativ. Tez masalan tugamasdi. Shu quvur to'xtal. Birinchi bo'lib men reja tuzib chiqishim kerak. Jitillarni o'rganinglar sizlar. Bu yoqdan mana shu yoqdan ko'laymiz.
Bo'ldi. Mana shu yoqdan ham dik qurt otamiz. Hali grant qo'yish kerak. Bu anni yopishga hali erta. Mana toza suvamcha bu quduqdan. Quduqqa kelamikin bu suv. Endi biz tak metik bo'laylikchi. Opa. Tak. Что ждать? Qoch. Buni ham bula patadi. Opa. Kelamiz. Opa. Birinchi bulardan suv kelish kerak. Opa. Все, нормальный. Opa. Yaxshi. Demak, 3 ta qurt totdik. Bo'lsa mana qurt. Yoqda kolodezga o'tish kerak. Kolodezdan suv keladi. Kolodezda suvni yopib qo'yish kerak. Ya'ni yopish kerak-da. Jitel. Nima deysan? Tuzaldimi? Yo'q. Hali borishi. Aytan so'q. Shu toshyapti. Ko'rgandek 3 ta qurt totdim. Kolodez suvni gryazdanli buyumda yopib turish kerak. Mayli, yopaver. Bo'ldi-da, Jitel. Bo'lsam biz ishga boshlaymiz. Kolodez qayerda aytgancha men marta yangani. To'g'riga yuraverasan, keyin o'zi to'g'ri yursa chiqadi, ko'rinadi. Aniqmi deyapman. Aniq. To'xta. Sen hozir gapirmading, men gapirdim, bildingmi? Aniqmi deyapman. Aniq. Bo'ldimi? Yaqalmang dalil qilma shuningmi? Malaka shuni to'g'ri aytib qo'ysa o'ladimi? Biz quduqda suvdan foydalanmaylar. Hozir yopiladi. Endi menimcha menda suv to'xtash kerak. To'xtamadi-ku. Demak, bunda boshqa muammo. Quvur просто o'tib ketayotgan suv. Просто shu turba yo'g'rilib ketgan. O'shanga meni mahkamlash kerak. Men quvurga yopishtirishga majburmiz. Yaxshiyam kirgan bor ekan do'stlar. Voy. Sinirsin. Çok bo'ldi do'stlar. Bu quvurlardan suv o'tgan yo'manim. Suv o'tgan bo'lsa-chi. Keyin yopish. Bismillah. Shu tutmayapti. Bo'ldi. Mahal. Endi mana esa sekin buzib tashlasak ham bo'ladi. To'xtay mana endi sekin opa bo'ldi. Nimalar buzib tashlasak ham bo'ladi. Opa. Do'stlar aytgancha men Telegram kanal ochmaymi yoki sizlar uyingizda qanday hayvon boqasizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Opa, mana yaxshi, juda tak zo'r. Ma'lum, bu Tetris xavfsizlik uchun bo'ldi. Opa. Jitellar chiqishingiz mumkin. Xo'sh, jitel. Nima deysan? Bo'ldi, hammasi bo'ldi. Rahmat senga. Qolganini o'zimiz yopib olamiz. Sen uyga ketaver. Jihozlarni mana bu sandiqqa solib qo'yishing mumkin. Yo, o'zingda qolaversin. Yana nimadir bo'lsa chaqiramiz. Xo'p. Bo'ldi do'stlar. Shu bilan bizani videomiz tugadi. Ko'rganinglardek birinchi kundan muammo bo'ldi. Hammaga xayr.
Sizlar bilan shaharjon bo'ldi. Like bosib, obuna qo'yishinglarni so'rab qolaman hammaga. Xayr.